Assalomu alaykum. Fab ishqibozlari, mana navbatdagi ishlarimizni topshirish jarayonidamiz. 28 kubalik tepasi shtorkalik qilib, hamma narsasi komplekt ichida bitirib berdik. Lekin Fab mashinasi trendga chiqdi-da hozirgi kunda. So'ng zamonaviy qulayliklari bilan zo'r mashina chiqdi. Mana ichlarini ham bitta obzor qilib beramiz. Tepasi to'rtga yoniga panel urib, qo'llarini qilib, kraska urib beryapti qo'llariga ham. Har doimgidek kraskasiga mazza qilaman men. Mana Shopir akalarimiz. Nima deysiz Shopir aka? Mana Istoboyga kattaga rahmat. Mana internetdan gaplashib, kelishib keldik. Xudoga shukr, mana tezda qilib berdi. Ma'qulmi? Ko'ngildodingmi? Ha, Xudoga behisob shukr, ko'ngildagidan ham yaxshi qilib berdi. Mana ramalar urib, bolt kegiga tortib, svarka urib tekkizib, shag'livordigan qo'shimchasiga. Mana krilo, zashnik, hamma narsasi komplekt. Zakaz qilishda lagasini o'ta qalin qilib, orasi 20 sm ga qo'yib berdik lagalarni. Mana ichkarida ham bir zakazimiz tayyor bo'lib o'rnashtiryapmiz. Bu mana Mirzoatniki. Mirzoat o'tinchisiz ham bir nima boringchi, qani. Fab mashinasi qanaqa ekan? Birinchi savol. Fab mashinasi Ko'ngildodi-ya, zo'r chiqdi, haqiqiy. Kuzovni biz zavodnikidan o'tkazdirib yubormang-da. Hayır, zavodnikidan zo'r bo'la qoladi. Bu o'rnashtirish jarayonidamiz. Uniki ham usti shtorkalik. Bu 29 kubalik tegizdirdi. Ancha qo'shimcha mana betlariga oyoq qo'yadigan pastavkalari bilan tegizdirdi. Ba'da bular ham 30 kubalik tegizdirdi. Ikkita 30 kubalik boshlandi. Bunisi kalta bort. 5 tonnalikka 6 metrlik tegizdiryapti. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Bitta like bosib o'tib ketsalar ham juda xursand bo'lamiz.